Jalaquduqda kutubxona bormi deb mendan so'raganlar uchun hozir biz Jalaquduq tuman kutubxonasidamiz. Hozir ichini bitta obzorini ko'rsataman sizlarga. Ketdik. Eng qizig'i, bu yerda siz bolalar adabiyoti deysizmi, o'zbek adabiyoti deysizmi, jahon adabiyoti deysizmi, xohlagan turdagi kitobingizni topsangiz bo'ladi. Menga eng yoqqan tarafi bu yerda 20 mingtadan ortiq kitob bor ekan. Jalaquduqdagi ilmga chanqoq kitobxon bolalar uchun va qizlar uchun zo'r joy ekan. Agar uyda o'qigani sharoitinglar yoki bolalarim xalaqit beradi deydigan opalarimiz uchun shu yerga kelib bemalol o'quv zalida o'tirib kitob mutolaa qilsanglar ham bo'lar ekan. Jalaquduqda o'zi ko'pchilik bilmaydi ekan bu yerda kutubxona borligini. O'shuning uchun men sizlarga hozir manzilini aytib o'taman. Manzili shundoqqina bog'iga kirganinglarda ro'paradagi haykalni orqasida joylashgan kutubxonamiz. Bemalol kelib kitob mutolaa qilsanglar bo'laveradi. Xullas, bemalol batafsil ma'lumotlar olish uchun men pastga raqamlar qoldiraman. Bemalol aloqaga chiqsanglar bo'laveradi. Kelaverasizlar.